Assalomu alaykum. Mana O'shbishga yo'li O'zgan shaharining sentri. Berovozor masjidi. Bugun masjidimizga yana bir mashina kirib ketdi. O'ta katta tezlikda kirib ketgan. Nerede stolba, nerede turgan 2 tonnalik betonni qo'shib kirib ketgan. Kafası sol boşluğu. $921 06 921 ayıp. İki pasajir o'ta og'ir ahvolda. Ancha eskali vaqt ketdi. Mana 2 tonnalik beton 20 metrga qanday uchirib olib kelgan, hayron qolyapmiz biz hozir. Hurmatli shopir akalar, pasajir tashiganda kishini Xudodan so'rab shahar ichida kishini sekinroq yurgilar. Alloh o'zi saqlasin.